Assalomu alaykum. Bugun Arizona o'quv markazida o'quvchilardan nima uchun bizni tanlagani haqida so'rovnoma o'tkazamiz. Qani ketdik. Nima uchun bizni o'quv markazida tanladingiz? O'quv markazlar yangi metodikalar orqali faoliyat olib boradi. Ustozlar juda ham xushmuomala. Keyin har qanaqa o'quvchini vaziyatidan kelib chiqib darslarni o'tib beradi. Nima uchun bizni o'quv markazini tanladingiz? Men bu o'quv markazini tanladim chunki har bir o'qituvchi tajribalarga ega va o'zini metodi bilan meni o'ziga jalb qildi. Har bir o'quvchiga juda xushmuomalalik bilan yondashiladi. Sinfxonalar zamonaviy, qulay sharoitlar bilan o'qish sharoiti mavjud. Nima uchun bizni o'quv markazini tanladingiz? Chunki sizlarni to'lovlar ham arzon, ham boshqa o'quv markazidan ko'ra ancha yuqori sifatga ega. Keyin men shu uchun tanladim. Bizni o'quv markazini nima uchun tanladingiz? Onam tavsiya qildi. Shu yerda o'qituvchilar bilan tanishgan, yaxshi o'qitadi ekan. Nima uchun bizni o'quv markazini tanladingiz? Shu yerda opam yaxshi o'qigan, opamni qiziqib shu yerga ham keldim, tavsiya qilishdi. O'qishlari zo'r, hamma narsalarga yaxshi qarashadi, bolalarga e'tibor qilmaydi, e'tiborsizlik qilishmaydi, hammasi yaxshi. Nima uchun bizni o'quv markazini tanladingiz? Bu o'qish markazini tanlaganim sababi bu yerda qulay ta'lim bo'ladi va biz ustozimiz ham juda yaxshi tushuntiradi. Har bir o'quvchi bilan alohida shug'ullanib o'qitadi.